Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda stipendiyalar miqdori kambag'allik ko'rsatkichidan past. Bu konstitutsiyaga zidmi? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlari miqdori 715 ming so'm. Talabalar stipendiyasi esa bundan deyarli 26% ga kam. Mas'ullar buni kontrakt oshirilmaganligi bilan bog'lamoqda. Iqtisodchilar stipendiyaga ijtimoiy yordam deb qarash o'rinli ekanligini ta'kidlaydi. Konstitutsiyaga ko'ra, ijtimoiy yordam pullari kambag'allik chegarasidan ko'p to'lanishi kerak. Stipendiyalarni sezilarli oshirish taklifi javobsiz qoldirilgan. Joriy yil 15-aprel kuni Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligida matbuot anjumani o'tkazildi. Muloqotda Daryo muxbiri vazirlik mas'ullariga nega haligacha stipendiyalar miqdori kambag'allik chegarasiga ham yetkazilmaganligi haqida so'radi. Dastlab oliygohlarda bazaviy stipendiya miqdori 569.870 so'm ekani aytildi. Agar talaba a'lo bahoga o'qisa, yana 20% ustama olishi mumkin. Tadbirda vazirlik boshqarma boshlig'i Jamshid Halilov 2025-yilda stipendiyalarni sezilarli oshirish masalasi ko'tarilgani, lekin haligacha natijadan darak yo'qligini aytdi. O'tgan yil stipendiya miqdorini 32-35% ga oshirish taklifini bergan edik, lekin hozircha natija yo'q. Bu yana ko'rib chiqiladi, dedi u. Jamshid Halilov bundan buyon stipendiyalar miqdorini har yili 10% ga oshirib borish ko'zda tutilayotganligini ma'lum qildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, hozir stipendiyalar asosan davlat granti asosida o'qiyotgan talabalarga to'lanmoqda. Davlat shartnoma tahsil oluvchilarining 10% gacha qismi stipendiya beriladi. Qolganlar stipendiyasiz o'qishni tanlaydi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.